Assalomu alaykum o'quvchilar. Biz bilamizki, ta'lim bilan tarbiya doim baravar ketish kerak. Tarbiya bo'lmagan joyda ta'lim ham rivojlanish bo'lmaydi. Shuning uchun o'quvchilar, avvalo nimadan boshlashimiz kerak? Tarbiyani oiladan boshlashimiz kerak. Ota-onamizga nima qilishimiz kerak? Salom berishimiz kerak. Ustozlarga hurmat, ustozlarni ko'rganda salom berish, kattalarni ko'rganda nima qilishimiz kerak? Yo'l berishimiz kerak. Ko'chada yurish odobi bor. O'sha yurish odoblariga rioya qilgan holatda, demak, bu bobolarimizni ko'rganda, qo'lida yuki bo'lsa, yuklarini nima qilish kerak? Yordamlashib borib, manziligacha olib borib qo'yishimiz. O'zimizdan kichkinalarni ko'rganda, kichkinalarimiz ham ko'makka yordam bo'la turgan bo'lsa, nima qilishimiz kerak? Ularga ham yordam berishimiz kerak. Hozirda eng achinarli holatlarimizdan biri telefon. Juda ham telefon bizda yoshlarimizni ongini zaharlayapti. O'sha telefonga berilib ketib, oldimizdagi voqealarga umuman e'tibor bermayapmiz. Yo'lda o'tish qoidalariga ham e'tibor bermagan holatda yo'llardan o'tib ketyapmiz. Mashinadan o'tyapti turganda, yo'ldan o'tyapti turganda, avvalo qaysi tomonga qarashimiz kerak? Yo'l qoidasiga amal qilyapmanmi? O'sha narsalardan telefondan o'zimizni sal tiygan holatda nima qilishimiz kerak? Sal e'tiborli bo'lishimiz kerak.